2026-yil Ramazon oyida Umra safariga borishni niyat qilayotgan do'stlarimiz va hoji otalarimiz va hoji onalarimiz uchun juda katta yangilik bo'libdi. Hikmat Travelda Ramazon oyi paketlari chiqibdi va narx-navolar chiqibdi va reyslar qaysi viloyatdan uchilish rejalari chiqibdi. Hozir to'liqroq ma'lumotni Abdukarim hoji akamizdan olib beramiz. Videoni o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib tursangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom. Inshaalloh Ramazon oyida ham paketlarimizni yo'lga qo'ydik. 14 kunlik paketlar Ramazonning boshiga va Ramazonning o'rtasiga va Qadr kechasini niyat qilayotgan do'stlarimiz uchun paketlarni yo'lga qo'ydik deyapsiz. Narx-navolari chiqdi va reyslar qaysi viloyatlardan uchirilishi chiqdi dedingiz. O'sha to'liqroq ma'lumotni bitta-bitta mana shu yurtdoshlarimizga aytib bersak. Inshaalloh Vodiydan Andijon, Jidda, Namangan, Madina, demak Farg'ona, Madina, Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina reyslarimiz qo'yilgan. Hozircha Ramazonda birinchi 10 kunligini narxlari chiqqan. Fevralda oxirigacha, demak ikkinchi 10 kunligi ham o'tadi. Toshkentdan chiqqan reyslarimiz Farg'ona, Vodiydan ham bor. Vodiydan uchish $1000 bo'lyapti. Farg'ona, Andijon, Namangan $1000. Toshkentdan uchish demak $975 qilib beramiz. Ya'ni Ramazonning birinchi 10 kunligiga Vodiydan $1000, Toshkent shahridan uchish esa $975. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, qo'shni Tojikistondan kelishadimi, qo'shni Qirg'izistondanmi yoki Rossiya Federatsiyasining fuqarosini olib, o'sha Rossiyadan kelsa ham buni farqi yo'q, narx-navosi. Inshaalloh farqi yo'q. Boshqa viloyatdan yo boshqa davlatdan keladiganlar pasportlarini tashlab bersa joyda bron qilib beramiz. To'lovlarini shunaqa sharoit qilib beramiz. Aeroportda to'lov qilishaveradi inshaalloh. 3 kuni kelib aeroportda qilib bo'laveradi. Shunaqa sharoit qilib beramiz. Uzoqda yashaydiganlar uchun bu. Endi ikkinchi 15 kunlik bilan Qadr kechasini narx-navosini so'rayotgan yurtdoshlarimiz ham borda. Narx-navolar chiqqanmi Qadr kechasiga ham? Hozir ikkinchi 10 kunlikning narxi inshaalloh shu kunlarda chiqadi. Qadr kechasining narxlari chiqqan $1450 qilib beryapmiz Qadr kechasini. $1450 bo'ladi. Bunga qanaqa necha kun Madina Munavvarada, necha kun Makka Mukarramada o'sha to'liqroq ma'lumotni hoji ota va hoji onalarimizga aytib bersak. 2 kecha demak Madinada turiladi, 11-12 kecha Makka Mukarramada turiladi. Mehmonxonalarimiz demak Mira Ravda, Aziziya ko'chada, demak Mira Ravdada turiladi. Ikkinchi mehmonxonamiz Abrajdaniyada turiladi. Abrajdaniyada. Batqa Qurash Abrajdaniyada turiladi. Hozir birinchi 10 kunlik bilan ikkinchi 10 kunlik va Qadr kechasida chiqqan yurtdoshlarimiz mana shu gastisalarda turishadi, to'g'rimi? 1-fevraldan to Ramazon tugagungacha shu ikkita mehmonxonada turiladi inshaalloh. Narx-navolari Qadr kechasiniki, ya'ni $1450 deyilyapti. $1450. Oilaviy bo'lib ko'pchilik boramiz desa, oz-moz nimasiga, sunnatiga o'tib beramiz inshaalloh. Oziq-ovqat masalasi-chi, Ramazon oyida endi saharlik bilan iftorlik bo'ladi ko'proq. Saharlik, iftorlik beriladi. O'zimizning mag'ilonli oshpazlar, o'zimizning milliy taomlar qilib beriladi. Milliy taomlarda oziq saharlik bilan iftorliklarni qilib beriladi. Undan tashqari Gassisant ayda o'zining avtobusi bo'ladi. Yosh kattalarimiz haramga piyoda chiqishadi, maxsus avtobuslar bo'ladi deb eshitganman. Avtobus o'sha mehmonxonaning o'zining avtobusi bor. Demak, Abrajdaniyada turadiganlarga peresatka bo'ladi. Demak, Abrajdaniyadan o'tirishadi, avtobus Qudayt stansiyasiga olib boradi. Qudaytdan o'sha to'xtamaydigan, qatnaydigan avtobuslar bor. Hukumat tomonidan qo'yilgan. Demak, haramda Sog'otda orqasiga olib keladi. Yaqin joyga olib keladi. Sog'ot binosini orqasidan demak haramga kirishadi. Stansiya yaqinroq bo'ladi. Men o'zim ham eshitganman, 3-4 ta stansiya bo'lsa, eng qulay o'sha Sog'otda orqasida stansiya deb eshitganman. Endi Ramazon oyidagi sayohatlarimiz qanaqa bo'ladi? Madina Munavvaradagi va Makka Mukarramadagi sayohatlar bo'ladimi yoki Ramazon oyida sayohatlar to'xtatiladimi? O'tgan yili demak Madina Munavvarada ham demak ziyoratlar berilgan. O'zi Ramazonda undan oldingi yilda berilmagan edi. Chunki odam ko'pligini hisobiga mehmonxonalarning oldiga avtobus kirgizmagan edi hukumat. Endi bu yil Madina Munavvarada balkim yana ziyorat berilsa kerak, umid qilib turibmiz, lekin Makka Mukarramada hamma ziyoratlar bo'ladi. Qo'shimcha bonus qilib Qizil dengiz qo'shib beramiz inshaalloh. Qizil dengiz sayohati bor. Ya'ni buni firmani o'zi hal qilmaydi, Saudiya Arabiston hukumat hal qiladi, to'g'rimi? Madina Munavvarada odam ko'pligini hisobiga Ramazonda ko'p bo'ladi, avtobuslar kirib chiqishi qiyin bo'ladi. Keyin 50 boshi masalasi, 50 boshi masalasi o'zlari bilan birga ketib, birga qaytarmi yoki bir xil firmalarga o'xshab Saudiya Arabistonni o'zida kutib oladimi? Yo'q, 50 boshi inshaalloh shetdan olib ketib, yana qaytarib olib keladi inshaalloh. Ya'ni har bitta uchayotgan Vodiydanmi, Toshkent shahridanmi 50 boshi o'zi olib ketib, yana qaytarib olib keladi. Olib keladi inshaalloh, xohlasa. Do'stlar, Ramazon oyida Umra safariga borish narxlarini sizlarga olib berdik. Toshkent shahridan $975 deyaptilar birinchi 10 kunligiga. Vodiy shahri, Vodiydan bo'lsa Andijon, Namangan, Farg'onadan $1000 dan chiqibdi. Narx-navolar xudo xolasa boshqa firmaga qaraganda arzonroq chiqibdi deb o'zim gumon qilyapman, chunki Ramazon oyida $1000 juda zo'r narxda. Inshaalloh.
Undan tashqari qadr kechasiga ham boramiz ekan do'stlarimizga $1450. Agar ko'pchilik bitta oiladan ko'pchilik boradigan bo'lsa, ozmoz chegirmasini qilib beramiz deyaptilar. Ekranda Hoji aka nomerlarni qoldiryapman. Qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, qo'shni Tojikistondan bo'lasizmi yoki Qirg'izistondan bo'lasizmi yoki Rossiyadan bo'lasizmi, farqi yo'q. Bir dona Zagram pasportlarini tashlab berib, joylarni biron qildirsalar bo'ladi. To'lovni xohlasa ofisga kelib qilishadi yoki uzoq viloyatdan bo'lishingiz bo'lsa, aeroportda o'zidan qilish imkoniyati ham bor. Bo'laveradi inshaalloh. Har qanaqa qulayliklar bo'lyapti do'stlar sizlar uchun. Faqatgina bu qulayliklar sizlar uchun. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, savollaring bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, savollaringga javob olishinglar mumkin. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.